60 ming chet el fuqarosi Rossiyadan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Sabab oddiy: o'z vaqtida уведомление yubormagan. Siz ham shu xatoga yo'l qo'ymaslik uchun videoni oxirigacha ko'ring. Sizlar bilan men, yurist Jonibek Abdullayev. 5-sentyabr 2023-yildagi MVD prikaziga muvofiq Rossiyada chet el fuqarolari qayerga va qachon ishga kirganligi haqida migratsiya organiga xabar, ya'ni уведомление yuborishi shart. Agar уведомление yuborilmasa, patent uzaytira olmaysiz, Rossiyani tark etishga majbur bo'lasiz, patent muddati tugasa, kirdi-chiqdi qilishingizga to'g'ri keladi. Tuman migratsiya bo'limi yoki gosuslugi orqali yuboriladi. Agar hujjatlarni o'zingiz topshira olmasangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizga barcha hujjatlarni to'liq tayyorlab beramiz va gosuslugi orqali yuborishda ham yordam beramiz. Videoni Rossiyadagi tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.